Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana O'zbek MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun like bosib qo'yishni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. UFC jangchisi Ramazon Temirovda yangi shartnoma. Sportchimiz energetik ichimliklar brendi Gorilla bilan shartnomasini uzaytirdi. Yangi kelishuvga ko'ra Ramazonga beriladigan bonus miqdori 2,5 barobarga oshirildi. Ramazon Temirov uning murabbiyi Jasur Alijonov va Gorilla brendi bilan uzoq vaqtdan beri hamkorlikda faoliyat olib bormoqda. Temirovning bir necha kun oldin qo'lga kiritgan g'alabasidan so'ng tomonlar yaxshilangan shartlarda kelishuvni uzaytirishdi. UFC'ning o'rta vazn toifasidagi sobiq chempioni Hamza Chimayev divizionining amaldagi chempioni Sean Stricklandning navbatdagi raqibi sifatida o'zini tilga olgan bayonotini e'tiborsiz qoldirmadi. Uning gaplari: "Bu qo'rqoq yana vakillashni boshladi. Meni yana ko'rganingda kechirim so'ra, bu qo'lingdan yaxshi keladi va eng muhimi, keyingi safar qiz boladek yig'lama. Bu qiz juda ko'p yig'ladi, unga rahmim keldi. Shuning uchun kamarimni berdim, xuddi yigit kishi o'z kiyimlarini qiziga bergandek, qiziga yuvishga bergandek", deb yozdi Bors ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida. Joriy yilning may oyida Hamza Chimayev o'rta vazn toifasidagi chempionlik kamarini birinchi marta himoya qilgan va unda Sean Stricklandga hakamlarining ayrim qarori bilan mag'lub bo'lib titulni boy bergan edi. Amerikalik chempion jangdan so'ng yelkasidagi jarohatni davolashi kerakligi sababli oktagonga shu yilning dekabr oyida oldin qaytmasligini ma'lum qildi. Birlashgan Arab Amirliklari sharafini himoya qilayotgan Hamza Chimayev esa iyun oyida professional kurash ligasi Rafaelda muvaffaqiyatli debyut qilib, birinchi davrda Dilion Denisni muddatidan avval Rushe uslubida mag'lub etdi. 5-sentyabr kuni Chimayev Moskvada bo'lib o'tadigan Rafael turnirining markaziy bellashuvida ishtirok etadi. Unga UFC'ning yarim o'rta vazn toifasida sobiq chempioni Tayron Woodley raqiblik qiladi. Getji bilan jangda yuzi ta'mirtalab bo'lib qolgan Topuria hozirgi holatini ko'rsatdi. UFC'ning ikkita vazn toifasidagi sobiq chempioni Ilya Topuria so'nggi jangidan 1,5 oy o'tib yuzi aks etgan suratni e'lon qildi. 15-iyun kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining Washington shahridagi Oq uy hududida bo'lib o'tgan UFC Freedom 250 turnirida Topuria amerikalik Justin Getji bilan jang qilib, texnik nokaut evaziga mag'lub bo'lgandi. Jangdan so'ng asli gruziyalik sportchining ko'z kosasi va burni singadi ma'lum bo'lgan hamda kasalxonaga yotqizilgandi. Ma'lumot uchun 29 yoshli Ilya Topuria UFC'da 2020-yildan buyon ishtirok etib keladi. 2024-yilda u yarim yengil vazn toifasida, ya'ni 65 kg-gacha vazn toifasida chempion bo'ldi va bir marta chempionlik kamarini himoya qildi. 2025-yilda esa yengil vazn toifasida 70 kg-gacha chempionlik unvonini qo'lga kiritdi. U tashkilotda jami 9 ta g'alaba va 1 ta mag'lubiyat qayd etgan. Nima deb o'ylaysiz do'stlar? Ilya Topuriani tiklanib Justin Getji bilan revansh jang tashkillashtiriladigan bo'lsa, qaysi jangchini imkoniyatlari yaxshiroq deb o'ylaysiz? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Bu paytda bo'lsa o'zbekistonlik UFC jangchimiz Nursulton Ro'ziboyevning navbatdagi jangiga ham oz fursat qolmoqda. Premyerni yana 1-2 ta bo'y qo'shilsa kerak deya hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyev Telegram kanali orqali ushbu jang sahifasini, ya'ni to'liq kartni namoyish etdi. Xabaringiz bor do'stlar, hamyurtimizning raqibi Michael Page hamyurtimizni mensimasdan muomala qilganda, ya'ni hamyurtimizga nisbatan juda ham hurmatsizlik qildi. U reytingda bo'lmagan jangchiga qarshi menga jang berishdi, ya'ni Nursulton umuman reytingda bo'lmagan edi, menga zaif jangchilarni berishdi deya hamyurtimizni biroz hurmatsizlik qildi, lekin hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyev unga nisbatan yomon gap gapirmadi. Hammasini oktagonda isbotlab qo'ymoqchi va mikrofonni olib Joaquin Buckleyga qarshi vizov tashlamoqchi. Albatta do'stlar, hamyurtimizni bu yo'lda qo'llab-quvvatlagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Nursulton Ro'ziboyev" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Albatta hamyurtimiz mana shu Michael Pageni mag'lubiyatga uchratib, Joaquin Buckley bilan revansh jang oladi degan umiddamiz. Nima bo'lganda ham o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Hamyurtimizga omad tilab qo'yishni ham unutmang. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek MMA kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.